Assalomu alaykum aziz shaxmat muxlislari. Shaxmat saltanati kanalida navbatdagi partiya namoyishi. Bu galgi partiyamiz shaxmat tarixidagi eng go'zal partiyalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ushbu partiya 1912-yili Londonda o'ynalgan. Unda oq donlarda jahonning ikkinchi chempioni Emanuel Laskerning familiyadoshi Edward yoki Edward Lasker o'ynagan. Qora donlarda esa Angliya chempioni bo'lgan George Thomas, Sir George Thomas o'yin olib borgan. Va ushbu partiyada shohga hujum qilishning yaqqol ko'rinishi yuz bergan. Ya'ni shohni quvg'in qilish deb qo'pol tarjima qilish mumkin ushbu xatti-harakatlarni va hozir ana shu partiyani e'tiboringizga havola qilamiz. Dastlabki yurish Edward Lasker tomonidan D2, D4 tarzda amalga oshirildi. Qoralarda E6, ot F3, F5 ni ko'ryapmiz. F5 gollandcha himoyaga xos yurish va bunda bilamizki zaifliklar bo'ladi bir nechta. Bu F7 katagining zaiflashib qolishi, shu bilan birga shoh qanotining zaiflashishi va albatta katta muammolardan biri bu C8 dagi oq kataklardagi qora fil. U ancha muddatgacha o'yinga kira olmasligi mumkin va mana shu masalani hal qilishlari kerak bo'ladi qoralar. Chunki e'tibor bering, F5 da, E6 da, D7 da piyodalar bor va bu diagonal bo'ylab qora filning o'yinga olib kirilishi ancha mushkul va u o'ziga boshqa yo'llarni qidirishi kerak bo'ladi. Aniqrog'i shaxmatchi ushbu filiga qandaydir yo'llarni topishi kerak va ot C3 ga ham shu vaziyatda baho berib o'taylik. Ot C3 umuman olganda yomon yurish emas, lekin yopiq pozitsiyalarda C piyodasini o'yinga olib kirib olib, aytaylik C4 ni amalga oshirgandan so'ng otni o'yinga olib kirilishi tavsiya etiladi strategik jihatdan. Lekin aniq maqsadlar bo'lsa, albatta ot C3 ham yomon emas. Ot F6, fil J5 va fil J5 dan so'ng gollandcha himoyaga xos himoyalanish usullaridan biri bu tosh devor hisoblanadi. Mana hozirda qoralarning piyoda strukturasiga e'tibor bering. Ya'ni mana shunday struktura tosh devor strukturasi deb ataladi va bu o'ziga xos qoralarga mustahkam himoyani taqdim etadi. Lekin buni tanlamadi George Thomas. Hujumkorlikka qaratilgan o'yinni tashkil etmoqchi bo'lgan va bu yerda endi filni otga almashtirib yuborilishini ko'ryapmiz. Hozir biroz ertaroq edi bu xatti-harakatlarni amalga oshirishga, chunki o'yinda qaysi sipohni qoldirish, qaysini almashtirish haqida xulosa qilishga biroz ertaroq bosqich hisoblanadi, chunki hali ko'p narsa aniq bo'lgani yo'q. Shohlar qaysi qanotda bo'lishi yoki bo'lmasam qaysi qanotda ko'proq hujumkorlikka zo'r berish kerakligi ko'rinib turibdi biroz, lekin to'liq aniq emas va shu nuqtai nazardan hozirda oqlarning filni otga almashtirib yuborishlari u qadar to'g'ri emas. Lekin Laskerning aniq maqsadi bo'lganligi tufayli bu yurish yomon emas deb baholanadi va ko'rib turibsiz E4. Gollandcha himoyada E4 Staunton gambiti yurishini nomini olgan ushbu yurish. Agarda u ertaroq amalga oshirilsa, ya'ni F5 dan keyinroq amalga oshirilsa gambit ko'rinishda bo'ladi. Hozirda gambit ko'rinishda emas, ya'ni piyodalar almashinuvi. Lekin maqsad nima edi bu gambitni amalga oshirishdan? Oqlarning maqsadi qoralarning shoh qanotini zaiflashtirib olish edi va bunga ma'lum ma'noda ular erishyaptilar. Va nihoyat o'sha fil muammosi qoralarni bezovta qilayotganligi ko'rinib turibdi va George Thomas fil uchun katta diagonalni bo'shatib qo'ymoqda. Oqlar esa o'z sipohlarining hujumkorligini oshirib bormoqdalar. Va mana shu yerda Thomas agar xavfni his qila olganida oldinroq balki biroz bepisandlik bo'lishi ham mumkin raqibga nisbatan. Otlarning birini, ya'ni hujumkorlikka zo'r berayotgan, markazlashayotgan otlarning birini bartaraf qilishga harakat qilgan bo'lar edi. Jumladan F6 dagi fil bilan E5 dagi otni urib olish nazarda tutilmoqda. Lekin u fillarni saqlab qolishga harakat qildi va nihoyat endi ma'lum xavflar vujudga keldi. Va hozirda ham aynan otni bartaraf etish yaxshi edi.
Lekin u bunday qilmadi va ko'rib turganingizdek farzandni yetiga olib o'tdi va 7-qatorni shu yo'l bilan mustahkamladim degan fikrga bordi. Lekin bu yerda juda ham go'zal yurish bor ekan. Bu farzand qurboni H7 katagida. Farzand urib olinishi majburiy va endi farzandni H7da qurbon qilinishi biz aytib o'tgan o'sha shaxmatda qo'llaniladigan jalb qilish g'oyasi hisoblanadi. Biz o'tgan mavzularda buni yoritgan edik. Mana endi shoh noqulay katakka o'tganidan so'ng unga ikki yoqlama zarba, ya'ni ikki yoqlama kisht e'lon qilinma, ochib kisht va ot bilan kisht va endi shoh uchun ikkita yashil katakni ko'ryapmiz. H8da u tezkor mod bo'ladi. Aynan ikki otning faolligi evaziga va majburiy yurish endi H6 orqali, lekin ko'rib turibsiz, sipohlarning faolligi evaziga Qora shoh majburiy yurishlari bilan qarama-qarshi tomonga quvg'in qilindi. Ya'ni J8da rokirovka qilingan Qora shoh hozirda J1da paydo bo'ldi va endi bir yurish bilan, ya'ni partiyada shoh D2 yurish bilan, aynan e'tibor bering, shohning yurishi bilan raqib shohi mod qilinmoqda. Bu naqadar albatta go'zal holat va bu yerda mutaxassislar tomonidan keltiriladi va albatta o'zingiz ham xulosa qilishingiz mumkin. Uzun rokirovkadan so'ng ham Qora shoh mod bo'lar ekan. Albatta himoya choralari bor edi, lekin Jorj Tomas bunga e'tibor qaratmadi va yanada qiziqarli variantlar ham bor ekan. Mana shunday variantlardan biri F4 bilan kisht e'lon qilinishi. Agarda piyoda urib olinadigan bo'lsa J3, agarda shoh ortga qaytadigan bo'lsa H4 ko'rinishda piyoda bilan mod bo'lar ekan. Va agarda shoh J3 ga olib o'tilsa, yana bir bor rokirovka, endi qisqa rokirovka bilan ham shoh mod bo'lib qolar ekan. Mana shunday go'zal partiya tarixda o'ynalgan va bu partiyalarni ko'rib albatta shaxmat ixlosmandlari o'ziga yarasha ma'naviy oziqa olishlari aniq. Va bu partiya o'ynab bo'linganidan so'ng Edvard Lasker Londonda o'ynalganidan so'ng Nyu-Yorkka, ya'ni AQShga qaytib mashhur shaxmat klublaridan biriga tashrif buyurganida muxlislardan biri, ancha mo'ysafid muxlislardan biri kelib partiyani yozuvini chiqarib Edvard Laskerni qo'lini siqib, sizga rahmat, men mana shu partiyani doimo yonimda olib yuribman va kayfiyatim tushib ketganida mana shu partiyani naqadar go'zal ekanligini yana bir bor tomosha qilaman va kayfiyatim ancha ko'tariladi deb hammuallif shaxmatchiga rahmat degan ekan. Va mana shunday rahmatlar eshitish hamma shaxmatchilarga nasib etsin. Aziz shaxmat ixlosmandlari, biz ham sizga mana shunday partiyalarning hammuallifi bo'lib qolishingizni tilaymiz. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling. Shaxmat saltanati kanalini kuzatishda davom eting.